Mutarrif ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomul laylda turib uxlamasdan, kunduzi men kechqurun qiyomul laylda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra, uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga tarovaga chiqmasangiz ham bo'laveradi. Undan ko'ra chiqmang edi o'sha tarovaga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqalardan ko'ra, ya'ni 3 kunda tugatadigan masjidlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadga ham, qalbga ham quvvat kerak. Turdida, endi nima qilib qo'yapti? Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turib berdi deyapti. Abdulloh ibn Mutarrif aytayaptiki, kechqurun qiyomalarga turaman deb uxlab qolibman deydi. Ertaman turib estikana tura olmabman deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodni masjidda o'qib qo'ydingizda, yurasiz. Birovga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolni bo'lib qolasiz. Har Alloh biladi birodarlar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi?